chiqdimi shu gijja? Shunday odamdan chiqqan shu gijja. Farzandlaringizni gijjalar muammosi qiynayaptimi? Butunlay gijjalardan xalos bo'lishni xohlaysizmi? Men sizlarga zo'r lokatsiya topib qo'ydim. Meridian klinikasi, gijjalarni tushirish bo'limi. Agarki farzandingizda tish g'ichirlatish, ozg'inlik, asabiylik, qorindagi og'riq, terida oq dog'lar, allergiya bo'lsa, demak bu gijjalar borligidan dalolat. Tabiiy tarzda 5 kun davomida gijjalarni tushirib berishadi. Bu yerda laboratoriya tekshiruvi hamda shifokor konsultatsiyasi mutlaqo bepul. Mani nomimdan chiqqan birinchi 10 kishiga 50% chegirma e'lon qilinadi. To'liq ma'lumotlar olish uchun esa pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Qaytgancha ushbu videoni farzandi bor tanishingizga yuborib qo'ying.